Barchaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz reading tahlil qilishda davom etamiz. Buning uchun ELS kitobidagi keyingi matn, ya'ni reading titli bilan berilgan keyingi matnni o'qiymiz. Matnni o'qishdan oldin va tahlil qilishdan oldin uni bir eshitib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. This is an age of speed. Technological advance has brought jet airplanes and streamlined trains whizzing over transportation lines, helicopters carrying the mail, missiles hurtling through space, telegraphs, long-distance phones, radio, television, Telstar and flashing communications. These are just a few examples of the revolution in speed, which is hastening us along in its breathless velocity. As for reading, thousands of newspapers, hundreds of magazines and dozens of books roll from the presses daily, speeded by technological invention. Yet no one has enough time to read as much as he would wish. We hurry all day long, workers hurry to their jobs in the morning and they hurry through the working hours in an attempt to accomplish as much as possible. After work they hurry home to hurry out in the evening to a business dinner, a social function, or one of many fascinating diversions. There is more reading to be done than ever before and less time in which to do it. What is the answer? Not more time in which to read, out the ability to read more in the time we have. Xo'p, ana endi biz siz bilan boshlasak bo'ladi, to'g'rimi? This is an age of speed. Bu tezlikning davridir. Mana bu is mansandir qo'shimchasini beradi o'zbek tiliga. Technological advance has brought jet airplanes and streamlined trains whizzing over transportation lines. Demak, tarjimasini tezgina o'qib chiqamiz. Texnologik taraqqiyot transport yo'llari bo'ylab guvillab o'tadigan reaktiv samolyotlar va aerodinamik poyezdlarni bizga yaratib berdi. Nima yaratib berdi? Texnologik taraqqiyot. Demak, technological advance, texnologik taraqqiyot, advance endi bu yerda o'sish, rivojlanish, yangilanish, ko'tarilish ma'nolarida keladi. Bu yerda hozir o'sha taraqqiyot ma'nosida kelyapti. Demak, texnologik taraqqiyot transport yo'llari ustida, mana bu over transportation lines, over ustida ma'nosida ham keladi. Demak, transport yo'llari ustida katta tezlikda harakatlanayotgan reaktiv samolyotlarni va streamlined trains, shu maxsus dizaynga, ko'rinishga ega bo'lgan tezlanish poyezdlarini has brought, yaratib berdi. Brought bu noto'g'ri fe'l, ya'ni uning 3 ta shakli bor. Bring, brought. Olib kelmoq ma'nosini beradi, lekin bu kontekstda hozir olib kelmoq emas, yaratib bermoq ma'nosida kelyapti. Ya'ni o'sha narsa, o'sha texnologik taraqqiyot bizga mana shu texnologiyalarni olib keldi ma'nosida desak ham bo'ladi. Demak, whizzing over. Whizzing degani katta tezlikda harakat qilmoq, g'uvillab harakat qilmoq. Shu ma'nosida kelyapti. Keyingisi, helicopters carrying the mail, missiles hurtling through space. Demak, o'qib chiqamiz. Pochta tashiydigan vertolyotlar, koinotda uchib ketayotgan raketalar. Demak, carrying degani mana bu tashiydigan, o'sha. Demak, tashiydigan pochta, tashiydigan vertolyotlar, koinot bo'ylab katta tezlikda uchayotgan yoki uchadigan raketalar. Tushunarli? Hurtling degani bu whizzingga sinonim, ya'ni juda ham katta tezlikda harakat qilmoq, uchmoq ma'nolarini beradi. Through space degani endi space koinot, through bo'ylab ma'nosini beradi. Demak, telegraphs, long distance phones, radio, television, Telstar and flashing communications. Demak, telegraflar, long distance phones, uzoq masofali telefonlar, radio, televizor, Telstar bu Sputnik da, ya'ni o'sha aloqa vositasi bilan ta'minlab beradigan Sputnik, oddiy Sputnik emas, aloqani o'rnatishga yordam beradigan Sputnik nomi, tushunarli? Telstar deb ataladi. And flashing communications va tezkor aloqa vositalari. Demak, communications aloqa vositasi, flashing tezkor ma'nosini berar ekan.
These are just a few examples of the revolution in speed which is hastening us along in its breathless velocity. Demak, o'qib chiqamiz. Bular bizni juda yuqori tezlikda harakatlantirayotgan tezlik inqilobining ayrim misollaridir. Demak, bular bizni o'zining juda yuqori tezligida harakatlantirayotgan bo'lish kerak mana bu yerda. O'zining. Chunki bu yerda along in its breathless, mana bu along in its o'sha o'zining its degani in its o'zining ma'nosida beradi. Xo'p. These are bular bor yo'g'i ma'nosida kelyapti. A few examples, bir necha misollardirki of the revolution in speed. Demak, tezlikdagi taraqqiyotning bor yo'g'i bir necha misollaridir. Which is hastening us along its breathless velocity. Demak, o'zining juda ham katta tezligida bizni olib borayotgan, ya'ni harakat qildirayotgan, harakatlantirayotgan o'sha tezlik inqilobidagi ba'zi bir misollardir. Hasten us degani tezlashtirmoq, harakatlantirmoq ma'nosini beradi. Along degani endi o'sha yana bu yerda ichida desak noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin bo'ylab ma'nosini beradi bu ham along. Along in its breathless velocity. Breathless degani nafassiz tarjimasini beradi, lekin bu kontekstda velocity tezlikda tezlik bo'lganligi uchun, tezlanish tezlik bo'lganligi uchun breathless velocity juda ham katta tezligida deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni nafas olishga qiynaydigan tezlikda desak ham bo'ladi. Breathless bo'y aytganimdek nafassiz degan tarjimani beradi. Xo'p. As for reading, o'qishga kelsak, o'qishga kelgan paytda thousands of newspapers, minglab gazetalar, hundreds of magazines, yuzlab jurnallar, and dozens of books va o'nlab kitoblar roll from the presses daily. Texnologik ixtirolar bilan tezlashtirilgan o'sha bosmaxonalarda deylik, minglab gazetalar, yuzlab jurnallar va o'nlab kitoblar har kuni roll from bosib chiqariladi. Yet no one has enough time to read as much as he would wish. Shunga qaramay, hech kimning o'qish uchun yetarlicha vaqti bor emas. Siz aytishingiz mumkin, mana bu yerda no one doesn't have enough time to read emas. No one has enough time to read. Bor emas. Mana bu emas so'zi qayerdan kelyapti deyishingiz mumkin. Ingliz tilida faqatgina bir martalik inkor degan narsa bor. Ya'ni bitta gapda siz ikkita inkor bera olmaysiz. Tushunarli? Ya'ni siz ham no one o'zi hech kim degan u inkor. Uje inkor bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Undan keyin doesn't bersangiz, birinchi inkoringizni boyagi doesn't inkor qilib yo'qqa chiqarib. Tushunarli? Ya'ni inkor pozitivga, negativ pozitivga aylanib qoladi. Shuning uchun ham ingliz tilida bir martalik inkor bor, o'zbek tilida ikki martalik inkor bo'lishi mumkin, lekin ingliz tilida faqatgina bitta gapda bir martalik inkor narsani ishlatasiz. Yet no one has enough time to read. Demak, buni tarjima qildik. As much as he would wish. Demak, o'zi xohlaganchalik ko'p o'qishga hech kimning vaqti deyarli yetmaydi degan ma'noda kelyapti. We hurry all day long. Workers hurry to their jobs in the morning and they hurry through the working hours in an attempt to accomplish as much as possible. Okay. Biz butun kun davomida shoshilamiz, xodimlar ertalab ishga shoshilishadi va ular ish vaqtida imkon qadar ko'proq ish qilish harakatida yana shoshilib ishlashadi deyilibdi. Demak, biz shoshilamiz kuni bo'yi. Ya'ni all day long degani kuni bo'yi, kuni bo'yi bilan degani. Biz kuni bo'yi shoshilamiz. Ishchilar ishlariga, o'zlarining ishlariga shoshiladilar in the morning, ertalablari. And they hurry through the working hours. Va ular o'sha through the working hours, ish vaqti davomida, ish vaqti mobaynida demak qo'ldan kelgancha ko'proq o'sha narsaga erishish harakatida
nima qilishadi? They hurry. Ular yana shoshilishadi. Birinchi ular ishlariga shoshiladi, undan keyin ish vaqtida ko'proq narsani bajarish uchun yana tez harakat qilib shoshilishadi. Aynan shu narsa mana bu yerda yozilgan. Biz butun kun davomida shoshilamiz, xodimlar ertalab ishga shoshilishadi va ular ish vaqtida imkon qadar ko'proq ish qilish harakatida yana shoshilib ishlashadi degan gap. Demak, keyingisi after work, they hurry home to hurry out in the evening to a business dinner, a social function or one of many fascinating diversions. Demak, ishdan keyin ular uyga shoshiladilar. Nima uchun? To hurry out in the evening to a business dinner. Kechqurun bo'ladigan biznes uchrashuvga borish uchun. To hurry out, borish uchun. Yoki a social function, biror bir ijtimoiy tadbirga borish uchun. Or one of many fascinating diversions. Yoki anchagina ajoyib qiziqarli, ham aql bovar qilmas o'sha ko'ngilochar yoki chalg'ituvchi mashg'ulotlardan biriga deyilyapti. Tushunarli? Mana one of degani biriga. Demak, diversions o'sha ko'ngilochar, chalg'itadigan yoki bir ko'ngilni rostlaydigan mashg'ulotlar deb tarjima qilar ekan. Fascinating u ham xuddi shu amazing degan so'zlarga sinonim. Xo'p. There is more reading to be done than ever before and less time in which to do it than ever before. Oldingiga nisbatan, before oldin degani, endi than ever before degani oldingiga nisbatan degan tarjimani beradi. Buni tushuntirib yodlash kerak. Oldingiga nisbatan ancha ko'p o'qish materiallari there is, bor. Tushuntira oldimmi? Ya'ni o'qish uchun oldingiga nisbatan materiallar hozir ko'proq degan ma'noda kelyapti. So'zma-so'z o'zbek tiliga tarjima qilish qiyin tabiiy ravishda, lekin ma'noni tushuntira oldim deb o'ylayman. And less time in which to do it. Va to do it, o'shani qilish uchun, ya'ni o'sha o'qishni bajarish uchun less time, vaqt kam. In which degani o'sha vaqtda qilish uchun, ya'ni o'sha vaqtda reason qilish uchun vaqt kam deb aytilyapti. Albatta, sizning qulog'ingizga hozir qanaqadir g'alati eshitilishi mumkin. O'sha vaqtda qilish uchun vaqt kam degan gap, lekin bu gapning tarjimasi so'zma-so'z aynan shunday bo'ladi. Shuning uchun gapning umumiy ma'nosini beraman. O'qish uchun oldinga nisbatan material juda ham ko'p, lekin vaqt o'sha materialni o'qish uchun yetarlicha emas, ya'ni kamroq degan ma'noda kelyapti bu yerda. Xo'p, what is the answer? Buning javobi nima desak noto'g'ri bo'ladi. Endi buni yechimi nima desak to'g'ri bo'ladi. Answer bu da javob emas, yechim ma'nosida. Not more time in which to read, but mana bu out bo'lib qolibdi, lekin but bo'lish kerak. But the ability to read more in the time we have. Not more time in which to read. Ko'proq vaqt emas, ya'ni o'qish uchun ko'proq vaqt emas, biroq in the time we have, bizdagi bor vaqtda the ability to read more, ko'proq o'qish qobiliyati bizga kerak deyilyapti. Ya'ni yechim aynan mana shunda. Bizga o'qish uchun ko'proq vaqt kerak emas, aksincha bizda bor vaqt ichida ko'proq o'qish qobiliyati bizga kerak. Ya'ni yechim mana shu deyilgan ma'no berdi. Yani not more time in which to read ni biz we need not more time in which to read, but we need the ability to read more in the time we have deb sal to'liqroq qilib aytsak ham bo'ladi. Ana endi pastga tushamiz. Exercise, buni biz bajarib o'tirmaymiz. Faqatgina men bitta ikkitasini tushuntirib beraman. Ana undan keyin qolganini o'zingiz bajarishingiz kerak bo'ladi. Modernized means smoother and thus faster. Demak, modernized zamonaviylashtirilgan. Mana bu eda qo'shimchasi bu yerda hozir sifat yasab beryapti bizga va zamonaviylashtirilgan tarjimasini beryapti. Qanday? Qanaqa? Zamonaviylashtirilgan. Made smoother and thus faster. Bu yerda ham ko'ryapsiz, mana made 3-shakli qo'llanilyapti. Fe'lning 3-shakli yokida to'g'ri fe'l bo'lsa edi qo'shimchasini qo'shish yordamida siz bemalol sifat yasashingiz mumkin. O'zbek tilida menimcha bu qaratqich yo'q.
bir narsa sifatlovchi deyiladi, xullas kalom. O'zbek grammatikasida bilsangiz kommentariyada yozib keting nima deyiladi bu. Made smoother and thus faster. Thus shuning natijasida, shu sababli degan ma'noni beradi. Faster tezroq, smoother tekisroq ma'nosida kelyapti. Ya'ni bu smooth degani yumshoq degan ma'noni beradi, to'g'rimi? Lekin bu yerda hozir tekisroq ma'nosida kelyapti. Made smoother biroz tekisroq qilingan, and thus faster. Shuning natijasida boyagi o'sha buyum tezlasha oladi, ya'ni tezroq harakat qila oladi degan ma'noda. Nima edi bizda? Bu yerda tepada so'z bor edi. Streamlined. Bu aytdim-ku, maxsus dizayn tezlanish uchun mo'ljallangan. Keyingisi go extremely fast. Haddan ziyod tez yurmoq. Qani bu yerda o'sha whizzing. Haddan ziyod tez yurmoq bizda whizzing degan so'z. Rush or fly violently. Demak, yugurmoq, rush da boyagi bizda so'z bor, hurtle degan so'z bor edi. Demak, u yo yugurmoq ma'nosini beradi yoki-da judayam katta tezlikda uchmoq ma'nosini beradi. Xo'p, qolganlarini siz o'zingiz topasizlar. Shu bilan bugungi readingimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, katta foyda oldingiz. Qo'ldan kelgancha maksimal tarzda qisqaroq video qilishga harakat qildim va kanalning biosida rasmiy Telegram sahifamizga link turibdi. O'sha link orqali o'tib Telegramga obuna bo'lib qo'yishingizni sizga maslahat beraman, chunki o'sha Telegram kanalda siz o'zingizga muhim bo'lgan materiallarni topishingiz mumkin. Tahlili bilan ingliz tilini o'rganishda o'zingiz uchun qiyinlashtirish kerak yo'q. Shunchaki o'tasiz, obuna bo'lasiz, o'rganasiz. Xayr.